Hop, endi qaranglar. Nishatdik. Endi bosh sahifani o'zida nima chiqib turibdi? Rasm chiqib turibdi. Rasmni nishatamiz. Ustundan bosgan vaqti yangi bizlarga bu pejini ochib bersin. Nishatib ochadi u. Endi ko'ramiz. Nishatib ochadi desangizda post detailga kelaman. Bu forum içinde turibdi. Shunday ma'qul, bir divim forum içinde turibdi. Shu divimi общий bir aning içine salaman. Sebep diving içinde metn ham bor, metn ham bor va rasm ham bor. Qaysini bossam to'g'ri o'tib ketadi. Nishataman aka aning içine salaman. Bu a'mi bu yana ko'payib tashiyman ichine. Forni emas, divni. Tushunarli? Ana endi nishataman. Bu ana endi to'liq ochilib turdi. Bu URL yozib olishimiz kerak. Nishatib yozamiz edi. URL yozamiz. Qaysini? Postumning nosuna borishi kerak. Ben URL'ma noda qo'ydim. İB'de URL yozdim-ku ya. Post detail'ima borishi kerak. Shunday ma'qul boshqa HTML ochib berish kerak. Post detail ochib beradi. Lekin qaysi birinikini bilmaydi-ku. Primary key no'ga deymiz. Shunda aytamizmi? Abnoid beraman xato dedi. Nishatamiz dedi bu yerda. Primary key teng id deymizmi? No deymiz dedi. Postdagi id dedi. Tushunarlimi? id ham emas dedi. Ha, ana. Tushundingizmi yana? Post nokta primary key. Deyarli ikkisi bir xil o'ju. id bilan primary key. Primary key demasanglar odatda ishlamaydi yana. Imuni bossam ham o'tib berdi. Rasm yo'q. Ko'rdingizlarmi? Yozuvchisi bor. Ana endi cho'tki ishlardi, lekin qaranglar, bu home'ni bossam meni chiqarib bermaydi yengiliklari. Shuni ham to'g'rilab keting. Home'ni nishat to'g'rilayman, bu base HTML ga kelamanda home'ni topib olaman. Home degani duramazdan postlarning ro'yxatini chiqar deyman. Bu yerni nishataman. URL yozaman. URL nishatamiz bu yerga. Endi bu yerda home turibdi. Bu postlarni hammasini chiqarishim kerak. URLlar shuni yozamiz. Ana endi xo'p qaranglar yana. Home bossam yana postlarni chiqib turibdi yana. Ko'rdingizlarmi? O'tib turib home bossam postlarni chiqadi. Ustidan bossam ochib berdi. Qaranglar-da, eng qiziq yerine geldik. Yine Kunuz saytına girsak, Abishning Kunuz saytini o'zine giradigan bo'lsak, nolari bor. O'zbekiston yangiliklari, jahon yangiliklari chiqarib turadi, shundaymi? Yana jahon, Ebola, kategoriya bu. Kategoriyalar chiqarishim kerak, shundaymi? Kategoriyalar chiqarishim kerak bu yerga. Kategoriya O'zbekiston, jahon deb chiqarishim kerak. Keyin shuna doir yangiliklar chiqaraman, shundaymi? Endi qaranglar. Kategoriyani chiqarish uchun no yozaman. Ibera kelib turib, men agarda view ga kelib turib funksiya yozsam, no deyman, dev kategoriya deb turib, mana no keladi, request kelib turib, qaranglar. Yaxshilab. İbida kategoriyalar o'qib olib turib, render etib turib, biror bir HTML bersam xatolik beradi. Sabab men uyi tayyor HTML'im bor, base HTML. Shuning o'zini chiqarib qo'yishim kerak. Bu render etib chiqarish xato bu. Tushunarlimi? Bu yerda xohlagan yeringda ishlaydigan etish uchun ishlatishimiz kerak. Biza boshqacha yondashuvdan ketishimiz kerak. Nechki yondashuv desangizlar, qaranglar. Config papkasida settingsga o'tamiz. Bu template'larga javob beradi option qismi bor. Content processor yaratishimiz kerak. Tushunarlimi? Bu yerda chaqirib olish uchun. Xo'p, content processor nechga yaratiladi? Content processor qaysidir appda, ya'ni blok app'ini deyishlimi? Blok app'da yarataman. .python deyman, ko'payalab. Xo'p, yaratdim. Endi nishataman desa, chaqirib olaman modelimni. From neden çağıramam? Blok app'imda nonu çağırıp alaman. Models'imda import etaman. Kategoriyalarımı.
Bo'ldimi shu bilan? Xo'p, endi nechataman? Funksiya yozaman. Def deyman. Def tab turib kategoriya nima deymiz? Prosessor deymiz. Bu kontentini o'chirib tashaylik. Uzun bo'lib ketmasin. Kategoriya prosessor deymiz. Har doim request qabul etadi. Endi nechitamiz buni? Bo'lg'ani qiymat qaytaramiz, return etamiz dag'in. Biza render etsak HTML kerak bo'ladi. Bizga HTML tayyor unda. Prosta chiqarib qo'yishimiz kerak. Nechitamiz? Prosta dictionary ochamiz. Dan yuborib qo'yamiz. No'g'a kategoriyalar degandagi o'zgaruvchimi qaytarib qo'yaman. No'ni qaytaraman. Ibundagi hamma obyektni qaytarishim kerak. Uni nechatib yaratamiz? Kategori to'g'rilab yozamiz. Kategoriyalar bilan yozamiz. Kategoriyalarda nechatamiz? Kategoriya degan o'zgaruvchiga teng deyman. Larni ham qo'shing. Larni kategoriyaning ichindagi hamma obyektlarni ol etib ol deyman. Tushunarlimi? O'sha bir yeri bor. No yerda bo'lasizlar. Birinchi yozilgan kategoriya birinchi chiqadimi? Nava birinchi yozilgan kategoriya birinchi chiqadi. Ibera kategoriyalarni berib qo'yaman. Ana endi bo'ldimi? Ishur bo'ldimi? Mana bu qaranglar-da, bu o'zi bosh sahifama bir O'zbekiston jahoncha kategoriya bo'lsa, shuni qo'shacakman. Bo'ldimi desangizlar, sizlar content processor yaratdingizlar, content processor aytib o'tish kerak. Ya'ni nera aytamiz deb settingsga aytamiz. Mana men content processor yaratdim. Necha deb aytaman? Galaman. Xo'p, qo'shtimdan qachaman. Ne qaranglar, ne yaratdim? Blok app'ning ichida no yaratdim. Content processor yaratdim. No content processorning ichida no bor desangizlar, bu funksiyam bor. Funksiyamni adini yozaman. Tushunarlimi? Ne dedi? Settingsda content. Ana endi bo'ldimi desangizlar, bo'ldi. Muncha kelsam chiqami? Yo'q. Sabab ne uchun desangizlar, sabab ne uchun desangizlar, ana Jahon va O'zbekiston yangiliklari chiqadimi desam, yo'q, chiqmasligi kerak edi. Sabab ne uchun? Aslında chiqmaydi. Sabab ne uchun desangizlar, bu base HTML'imda men o'qib olgan vajim qolib ketgan. Aslında chiqmaslik kerak. Hozir bir minut. Shuda men nerdadir yozib ketganman. Aynan. İB'de kategoriyalarni o'qib ko'pmayin. Obishni holatda sizlarda shunday bo'lib turadi hozircha. Chiqmaydi u. Tushundingizlarmi? Obishni holatda chiqmaydi. Buni chiqarish uchun nishatamiz. Eng avvalo nishatamiz desizlar. Bir dana aynan shuda am ichini o'qib olaman. Shuni ko'paylayman. Başta for açıp olishim kerak. Shundaymi? For nechik bo'ladi? For i emas, kategoriya degan o'zgaruvchiga in deyman, nodan o'qib oladi. Men bu yerda kategoriyalarni nodan berib qo'yibman. Kategoriyalarni for etib har birini donalab o'qib oladi. Neshatib ekan? Shuni o'qib oladi. Ana endi neshatamiz bu yerda? For ochgandan keyin and for deymiz. Tushundingmi? Endi no o'qib oladi desangizda, imchik ketamizda. Control Z etibman. Control Z turib ko'payalimizdan tashiymiz. Va buni chiroylatib turamizdan qaranglar endi. Login deyish kerak emas, kirish deyish kerak emas, shundaymi? No deyish kerak bera. Bu ana adını chiqarib berishi kerak. No deymiz. Jingalak qo'zining ichida no gap tutdi. Kategoriyada no'si bor, kategoriyada no bor edi o'zi. Model qaranglar. Nemi bor, shundaymi? Qo'ri. Nechitamiz? Nemini chiqaramiz. Nemini chiqaramiz. Endi buni hozircha bo'sh qoldiramiz. Tushunarlimi? Prosta shunchaki qoldirib turamiz. Endi obno o'tib beraman. Qaranglar, O'zbekiston jahon yangiliklari chiqarib turibdi. Home page. Shundaymi? Home banda turishi kerak. Navbaring yanında turishi kerak. Buni nechatamiz? O'rnini almashtiramiz. Bu home tutamandan alt degan qunupka bilan balandga chiqaraman. Forumdan balandda turibdi, lekin nav bar navning ichida turibdi. Tushunarlimi? Hammasi bir divning ichida turibdi. Xo'p, endi obno o'tib beraman, chiqdi. Ajoyib bo'lyapti, shundaymi?